Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Guardiolaning Husanov bo'yicha maqsadi aniq bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek futboli afsonasi Azamat Abduraimovning Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov haqidagi intervyusi tarqalmoqda. Ma'lumki, Azamat Abduraimov Abduqodir 14 yoshligida uni O'zbekiston o'smirlar terma jamoasiga jalb qilgan va bir muddat futbolchining iqtidorini ochishda ishtirok etgan. Men Abduqodirning otasi bilan doimiy aloqadaman. U yaqinda Angliyadan qaytib keldi va o'zaro suhbatda shaharliklar ustozi Josep Guardiola Abduqodirni hech qayoqqa qo'yib yubormoqchi emasligini aytdi. Uni na transferga, na ijaraga qo'ymoqchi emas. Guardiola Husanov bilan individual shug'ullanayotgan ekan. Abduqodirning o'zi ham hammasini tushunib turibdi va hech qayoqqa ketmoqchi emas. Otasi Hikmat Hoshimovning aytishicha, o'g'li uchun Manchester City hayot maktabi. Har doim ham maydonga tushmayotgan bo'lsa-da, doimiy mashg'ulotlarda qatnashyapti. Guardiola unga shaxsan e'tibor qaratayotganining o'zi ko'p narsadan dalolat beradi. Abduqodir kam gap bo'lsa-da, futbol uning uchun birinchi o'rinda. Hech qachon tartib intizom bo'yicha muammo bo'lmagan. Har holda mening jamoamda bejiz sardor bo'lmagan. U qayerda o'ynamasin, bu Manchester City, Lens, O'zbekiston milliy terma jamoasi yoki Belarusning energetik BGU klubi bo'ladimi? Har qayoqda unga yaxshi munosabat bo'lishidan hech ajablanmayman. U juda mehnatkash, buni Guardiola ham alohida ta'kidlagan. Men Guardiola unga ishonmay qo'ydi demagan bo'lardim. Har qanday murabbiy ham birinchi navbatda jamoa manfaatlaridan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Yilning boshida jamoada juda ko'p beqarorlik bo'ldi. Bu tarkib masalasida ham ko'zga tashlandi. Jarohatlar ko'p bo'ldi. Hozir hammasi joyiga tushgandek. Hamyurtimiz Abduqodir Husanovni tez kunlarda asosiy tarkiblarda kutib, omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.